Do'stlar, to'g'risini aytsam, men Real Madridni Bavariyaga qarshi biroz favorit sanayotgandim. Sababi Real yillar davomida o'sha Bavariya bilan o'ynab kelib, har doim noqulay jamoa bo'lib qolgan. Noqulaylik degan bir faktor borki, Bavariya doimo Realga qarshi qiynalib, ko'pincha mag'lubiyatga uchraydi va bu safar ham shunaqa bo'ladimi deb turgan holimizda, ammo xayolimga bir fikr keldiki, Real tarkibida oldingi noqulayliklarni tug'dirgan yulduzlar yo'qligi. Bugun mana shu aynan ayon bo'ldi va Mallorcaga qarshi Real Madrid mag'lubiyatga uchradi 2-1 hisobida va agarda Barselona g'alaba qozonadigan bo'lsa, bo'ldi, chempionlik deyarli qo'ldan boy beriladi. Va ayni mana shu vaqtda Bavariya ichki chempionatda fantastik comeback bilan Real Madridga qarshi o'yin oldidan super ruhiyatni ko'tarib olyapti. Ya'ni 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchrayotgan holida kompaniya shogirdlari 82-chi, 91-chi va 99-daqiqalarda gol urib, comeback bilan o'zining o'yinini g'alaba bilan yakunladi va shu bilan endi Real bilan o'yinga tayyorgarlik ko'radi. Real bilan o'yin esa seshanba oqshomi soat 00:00 da bo'lib o'tadi Santiago Bernabeuda. Ha, Real Santiago Bernabeuda qabul qiladi o'z muxlislar qarshisida. Biz ko'rdik Realni mag'lubiyatga uchraydi degan o'yinlarimizda qay darajada o'zini ko'rsatganligini. Lekin bu safargi Realda rostdan ham ishlar yaxshi emas. Jamoa realizatsiyasida juda ham kamchiliklar ko'zga ko'rinyapti. To'p nazorati yuqori darajada, 15 ta zarba berildi Mallorca darvozasiga. Ammo bir donagina gol. U ham bo'lsa hujumchi yoki yarim himoyachi emas, himoyachi Militao tomonidan. Ha, hujumchilar endi jarohatdan qaytganligi bilinib turibdi. Lekin bilmadik Bavariyaga qarshi qay darajada o'yin ko'rsatadi bu yigitlar, qay darajada muxlislarni xushnud eta oladi, xursand qila oladi, bu yog'ini vaqt ko'rsatadi. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Real Madrid Bavariyaga qarshi qay darajada o'yin ko'rsatadi? Kommentariyada fikringizni qoldiring va obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Shunaqangi ajoyib videolar, tezkor xabarlar faqat bizda.